Assalomu alaykum, biz kuzatuvchilar, obunachilarimiz, hamkasblarimiz, vatandoshlarimiz. Mana hozir kunbotar paytiga yaqinlashib qoldi. Biz hozir arilarimizga kanallarga qarshi muraviy kislota berishlik jarayonini boshlamoqchimiz. Yo'l-yo'lakay ozgina atrofimizdagi manzaralarni ko'rsatib o'tib ketyapman. Atrofimiz mana shunday holatdagi manzara mana. Judayam bir chiroyli joylar, judayam bir daraxtzorlar, salqin joylar. Xo'p, kechagi kun arilarimizga shiraga qo'shib ozuqa dorilardan berdik. Xudo xolasa bugun muraviy kislotani harakat qilamiz qo'llashlikka. Arilarimiz mana sekin tabiat qo'ynidan qaytyapti. Biz hozir harakat qilamiz muraviy kislotani arilarimizga berishga. Xo'p, omborimizni ochdik. Omborimizdan keraklik narsalarimizni olamiz. Xo'p, kislotamiz ham oz qolibdi. Bilmayman nechta oilaga yetadi. 4 grammdan beramiz. Xo'p, bizni mana shu yerda shpritsimiz bo'lishi kerak. Bu yerda bipin dorisi ham bor ekan u. Buni ham qo'llashimiz kerak. Qolib ketibdi u yerda. Xo'p. Shpritsimiz qayerga ketdi ekan? Obbo. Shpritsimiz qayerga ketdi ekan endi? Xo'p, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar, hamkasblar, yurtdoshlarimiz. Arilarimizni qishki jarayonga tayyorlashga harakat qilyapmiz. Xo'p, arilarimizni hozir kech tushyapti, kunbotar payt bo'ldi. Muraviy kislotasi bilan kanallarga qarshi qo'llanma qo'llaymiz hozir. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz shpritsimiz yo'qolib qolgan ekan. Endi buni tavakkal qilib harakat qilamiz. Bu qopqog'imizda menimcha ikkita qopqoq qo'yganimda 4 grammmikin, 5 grammga yaqin chiqdi. Mana shu qopqoqdan foydalanamiz hozir. Xo'p, bizni qo'limizda qo'lqopimiz yo'q va burnimizga taqadigan maskamiz yo'q. Shunga bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Avvalambor bu muraviy kislotasini qo'llashdan oldin haqiqatan qo'limizda qo'lqop bo'lish kerak edi va yuzimizda niqobimiz bo'lish kerak edi. O'zi aslida shu qo'llanmani qo'llash kerak. Bo'lmasam o'zingizning sog'lig'ingizga zarar bo'lishi mumkin. Endi har bir insonga o'zining sog'lig'i kerak. To'g'risi dorixonaga chiqishga erindim. Sal uzoqroq dorixona bizdan. Shuni hisobiga qo'lqop ham ola olmadim va maska ham ola olmadim. Ko'rib turibsizlar, paxtali salfetkamiz. Ozgina salfetkadan olamiz va qopqog'imiz, bankalarga qo'yadigan qopqoq.
Ko'pchilik hamkasblarimiz oq varaq ishlatadi. Oq varaqni tomchi-tomchilab oq varaqqa muravilik kislotani tomizib oladi va arlar tagiga qo'yadi. Va natijada ertagi kunga bu arlardan kana tushdimi, tushmadimi, shu jarayonni ham ko'rib o'tishadi. Shunga ham kerak bo'ladi. Endi biz muravilik kislota 100% bo'lmasa ham ancha foiz foyda beradi. Shunga biz hozir kech bo'layotgani sababidan qog'oz qilmayapmiz. Hozir bu salfetkamizga muravilik kislotani tomizib, og'darib qo'yamiz va yopib qo'yamiz. Effekti foydasi juda yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Havo dibman kech bo'layotgani sababidan harakat qilamiz. Tezroq ishimizni bitirishlikka. Hoppana. Bitta qopqoq quydik. Bo'ldi mana. Sekin yopib qo'yamiz. Endi bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, hamkasblarimiz, yangi asalarichi hamkasblarimiz biz sababini qilyapmiz. Endi qo'limizdan shu sababini qilish keladi xolos. Natijasi endi Allohdan. Sababini qilyapmiz, natijasini Allohga topshiramiz endi. Harakat qilish kerak, sababini qilish kerak. Lekin natijasini Allohga topshirish kerak. İkinci oilamizga harakat qilyapmiz mana. Kislotamizni berishlikka. Xo'p, tayyor bu. Bu kechagidan ortib qolgan ozgina shiramiz bor edi. Shuni ham berib ketamiz. Tashlab aralashtirib olamiz. O'zi asalarichilik bilan shug'ullangandan keyin odamni yildan yilga, kundan kunga tajribasi oshib borar ekanda.